Taka bo'lsa sut bersin deymizda. O'zbekchilikda shunaqa gap bor-ku. Ha, qo'mondon kubogida. Sizlar uchun bir haftalik ta'til, diplom va ko'plab sovrinlar bor. Eng asosiysi, bu musobaqada yaxshi qatnashgan o'quvchilarga guruh sardori bo'lish nasib etadi. Seni nozik tomoning jahling chiqqanda aqling ishlamay qoladi. Hayotda bo'lsa, hamma narsani kuch hal qilmaydi. To'g'ri, fikringga qo'shilaman. O'zim ham tushunaman. Inson birinchi o'zining kuchli va nozik tomonini bilib olishi kerak. Muslim, what are you thinking about? Muslim, hey. Hey Muslim. O'quv mashqlarida o'q sarfini kamaytirish. Ya'ni sizlar hozir bu yoqda o'rganasiz, qanaqa qilib otishni, mo'ljalga olishni o'rganasizlar. U yoqqa borgandan keyin bitta o'qni bitta mo'ljalga aniq urib berasiz. Taka bo'lsa sut bersin deymizda. O'zbekchilikda shunaqa gap bor-ku. Ha, qo'mondon kubogida. Sizlar uchun bir haftalik ta'til, diplom va ko'plab sovrinlar bor. Eng asosiysi, bu musobaqada yaxshi qatnashgan o'quvchilarga guruh sardori bo'lish nasib etadi. Seni nozik tomoning jahling chiqqanda aqling ishlamay qoladi. Hayotda bo'lsa, hamma narsani kuch hal qilmaydi. To'g'ri, fikringga qo'shilaman. O'zim ham tushunaman. Inson birinchi o'zining kuchli va nozik tomonini bilib olishi kerak. Muslim, what are you thinking about? Muslim, hey. Hey Muslim. O'quv mashqlarida o'q sarfini kamaytirish. Ya'ni sizlar hozir bu yoqda o'rganasiz, qanaqa qilib otishni, mo'ljalga olishni o'rganasizlar. U yoqqa borgandan keyin bitta o'qni bitta mo'ljalga aniq urib berasiz. Assalomu alaykum oyi. Jaloliddin o'g'lim, voy yaxshi keldingmi bolam? Oyi yaxshimisiz? Bolajonim, o'zim o'rgilay sendan. Yaxshi keldingmi bolam? Ha, yaxshi. Voy, Ha, tanishing, bu kursdoshim Hakim. voy, o'g'limning o'rtog'i. Yaxshi keldingizmi? Aylanib ketay. Xush kelibsiz bolam. Voy, o'zim o'rgilay sizdan ham. Bobom ko'rmaydilar. Boboy chiqib ketgandilar, hozir keladilar. Yuringlar, ichkariga charchab kelgandirsizlar. Qani, Hamma, yuringlar. yur, Hakim. Ungacha bobong ham kelib qoladilar. O'zim Burasi ham o'rgilay. zavonni mo'yjan sizni. onamga o'xshab ketar ekanlar. Eslolmasam ham oxirgi payt qachon quchganlari ham esimda yo'q. Otangchi? Otangni ko'rganmisan? Yo'q. Otang nima o'lganlarmi? Men uchun o'lgan. Bu nima deganing? Boshqa ayol bilan turmush qurib ketgan emish. Direktorimiz shunday dedi. Meni kechir. Bundan xabarim yo'q edi. Yo'q, nimaga kechirim so'raysan? Otamni menga issiq sovug'i yo'q. Hozir kelaman.
Buni semiysizmi? Olaver o'g'lim. Hozir bobong bilan dadang ham kelib qoladi. Xo'p. Ha, bundan yeysanmi? Ol. Siz ham oling, oyi. Yevergin o'g'lim. Yig'layapsanmi? Shunchalik sog'inib ketdingmi? Yo'q, sog'inganimdan emas. Jaloliddinda shuncha o'zgarib ketganidan yig'lagim kelyapti dadasi. Ilgari bitta ish qildira olmasdim. Bir cho'pni olib u yoqdan bu yoqqa qo'ymasdi. Endi qarang, hamma ishni qilyapti. Ha, yigit bo'lib qopti-da. Dadam haq bo'lib chiqdi. To'g'ri. Bo'pti. Indamay ishini qilaversin. Sen choy damla. Xo'p. Chiroyli, qara. Ha, juda chiroyli. Menga shunisi rosa yoqdi. Shuni olamizmi? Rangi ham juda ham chiroyli ekan. Bu yoqqa kiraylik. Xonzoda, eshityapsanmi meni? Ha, hozir 1 daqiqa. Yungdan qilingan narsalar, tushunyapsanmi? Mana qara. Ko'ryapsanmi? Mana Ana shu u yerda bir qiz seni chaqiryapti shekilli. Qara ana. Obbo, shu yetmay turuvdi. Nima bo'ldi? Kim u? Sinfdoshim. Hop, qara. Xonzoda, qalaysan? Salom, qalaysan? Nima, qulog'ing og'irmi? Shuncha chaqirsam ham eshitmading. Kursdoshim bilan gaplashayotgandim. Bu Hakim tanish. Bu Xonzoda, sinfdoshim. Sobiq sinfdoshing. Sobiq. Ha, men boshqa maktabga o'tib ketganman. Ha, salom. Tanishganimdan xursandman. Men ham birga o'qiysizlarmi? Ha, biz anavi qayerda o'qirdik? Anavi nima edi? O'zing qiynalmayapsanmi? O'rganib qoldingmi? Qiynalmayapman. Nega qiynalaman? Yigit kishiga qiyinchilik yarashadi. Oho, rostdanmi? Ha, mayli biz qal'aga borayotgandik. Qal'aga? Biz ham qal'aga ketayotgandik. Dugonagiz ham bormoqchimi? Ha, hozir. Dugonamni chaqiring. Marjona! Marjona! Ey jo'ra, nega bunday qilding? O'zim shunday. Yigitlar tanishing, bu dugonam Marjona. Salom. Salom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu sinfdoshim. Ular ham qal'aga borayotgan ekan. Bormaymizmi? Nima? Sovg'a olmaymizmi avval? Balki o'sha joyda olarmiz. Buni ham egasiga berib ketaylik. Sovg'a biror tadbirga boryapsizlarmi? Mana bu chaqaloqqa sovg'a. Chaqaloq? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Bugun tug'ilgan kuni. Bugunmi? Bugun sanamiz nechi? 16-chi. 16? Seniki 17da emasmidi? Ha, ertaga. Bugun ko'ylak tanlashga chiqdim. Aytgancha, fursatdan foydalanib ikkalangizni ham tug'ilgan kunimga taklif qilaman. Ertaga yakshanba. Demak, bu sizlar. Hech qanaqa e'tiroz qabul qilinmaydi. Bahonalar qabul qilinmasa, demak, borishdan boshqa ilojimiz yo'q, ha? Unda sizlarni kutaman. Shundaymi? Ketdikmi? Ketdik. Yur. Qo'lda atir, gul ko'zda mehr, u
bir sehr sevganimni u bilmaydi, bilmaydi. Yonida bo'lib sog'inaman, yonimdan hech ketmasaydi. Uni hech kimga bermayman, lekin uni o'zi bilmaydi, bilmaydi. Tushlarimda jonim bedor va yonaman, yana yonaman. Qara olmayman, sirim bor, aytolmayman, aytolmayman. Tushlarimda jonim bedor va yonaman, yana yonaman. Qara olmayman, sirim bor, aytolmayman, aytolmayman. Aytolmayman, aytolmayman. Vafoli bo'lish menga oson, boshqasi qiziqtirmaydi. Usiz yorug' olam zimiston, lekin uni o'zi bilmaydi, bilmaydi. Tark etmaydi meni tushda ham, asarim deb erkalaydi. Sevgimga ishonar jonginam, lekin uni aniq bilmaydi, bilmaydi. Tushlarimda jonim bedor va yonaman, yana yonaman. Qara olmayman, sirim bor, aytolmayman, aytolmayman. Tushlarimda jonim bedor va yonaman, yana yonaman. Qara olmayman, sirim bor, aytolmayman, aytolmayman. Tushlarimda aytolmayman, aytolmayman. Tushlarimda jonim bedor va yonaman, yana yonaman. Qara olmayman, sirim bor, aytolmayman, aytolmayman. Tushlarimda jonim bedor va yonaman, yana yonaman. Qara olmayman, Yarashdimi? Ha, yarashdi. Yoqdimi? Sen borib turur, men jo'ramdan xabar olib kelay. Xo'p. Maylimi? Alo, meni eshityapsanmi? Salmonov, sen bilan bellashuvda qatnashamiz. Men kuchli tayyorlandim. Senchi? Nima deysan? Yaxshi. Qachonga belgilaymiz? Menga farqi yo'q. Polkovnik, sen qaysi kunga desang biz tayyormiz. Unda o'zing bilasan. Keyingi oyni birinchi haftasiga o'tkazsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Kelishuvimiz esingdan chiqmasa bo'ldi. Faqat bu safar jiddiy tayyorlanyapman. O'quvchilaringni naq burnini yerga ishqab qo'yaman, ha? Buni hali ko'ramiz. Mayli, yana aloqaga chiqaman. Mayli. Ko'rishguncha. Xo'p, sog' bo'lgin. Bo'pti. Bo'pti. Zokirov. Xonamga kiring. Salomatlik tilayman, hurmatli mayor. Qolgan yigitlar qayerda? Hakim bilan Jalol uyga ketishgan. Murod esa shu yerda. Bordamin ol. Xo'p bo'ladi. Kirishga ruxsat eting, hurmatli polkovnik. Ruxsat. Chaqirdingizmi? Ha, chaqirdim. Xullas, mayor Zokirov. Yaqinda musobaqa. Yaxshi-ku.
Ishonchli yigitlaringizdan bormi? Ha, ko'z ostimga olib qo'ygan yigitlardan bor. Ularga ishonsa bo'ladi. Sizdan umidimiz katta. Meni uyaltirmaysiz degan umiddaman. Aslo yo'q. Xotirjam bo'ling. Umid qilsa bo'ladigan yigitlaringizni yaxshilab tayyorlang. Uyaltirishmaydi, ha? Albatta. Ishonchingiz komil bo'lsin. Yaxshi. Hurmatli polkovnik. Biz yutishimiz kerak, a? Bizni yigitlar yengishadi. Xavotir olmang. Yaxshi. Xo'p. Ruxsat. Kelaver. To'xtama. Kimdir bormi? Kim bu? Bobom. Yo, bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani seni bir ko'raylikchi. Qani aylanchi. Mana bey, hech ham ozib ketgan emassan. Aksincha mushaklaring chiqib, yigit bo'lib qopsan. Qani yigit? Qani endi kechi? O'zimni askarim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehmonmi bu yigit? Ha, Juda yaxshi. Qani kechi, bir barimga bosay. Ha, barakalla. Barakalla askarlarim. Qani yuringlar. Yur. Bismillah. Ana, qani o'tiringlar. Qani ilohi amin. Sizlarni yigit derim qo'llasin. Allohu akbar. Xo'sh, mulla Jaloliddin, xizmatlar qalay? Hammasi yaxshi, mayor bobo. Mayor bobo degin. Bobo demoqchi edim. Barakalla, barakalla. Shunday degin. Ha bu dadang bilan oying boshimni qotirib tashladi-ku. Qiynalib ketdi o'g'lim deb. Nima qilay? Yo qaytarib olib kelaymi qiynalgan bo'lsang? Ha? Yo qaytarib olib kelaman agar. Ha? Gapir. Yo'q, qaytib kelmayman. O'qishni davom ettiraman. Ha mana bu o'g'il bola gap bo'ldi-da, ha? Yasha, yasha bolam, yasha. Omon bo'lg'ay. Qali, Tuzumsan? yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi. Mana bu senga. Keyin mana bu kartalar. Buni ichida pul bormi? Bo'lish kerak, bor dedi-yu, tekshirib ko'r. Hammasi joyida. Xo'p, bularni Faxriddin akaga, keyin 47 bilan 56 ni yoqasan. O'zgartirib pulni yechamiz. Bo'ldi, tushundim. Kelishdik. Beshinchi mikrorayondagi Siroj akang bor-ku. O'shanga olib borib berasan, tushundingmi? Tushundim. Bor. Olib, men seni urishing. Olib keldingmi? Mana. Qancha bor bu yoqda? Bittasida 12 million, ikkinchisida 33 million. Bu haligani va islom yutqizgan bolalarning ham kartasi bormi? Bor. Hammasini kodini aniqlagan, tushundingmi? Tushundim. Bo'pti, bor.
Tinchmisan, Murod? Tinch, o'zingda nima gap? Otlarga yomon qiziqar ekansan-a? Ha, menga qizlardan ko'ra otlar muhimroq. Bilindi lekin. Ha, juda yaxshi ko'raman. Ha, Sen nimaga qiziqmaysan otlarga? meni ot tepgan yoshligimda. Ot tepgan? Ha, aytganding, ha, o'sha kuni. Yigit, O, seni telefonga so'rashyapti. kim ekan? Uyindagilar emish. Kecha gaplashdimi? Bilmadim, juda ham muhim ekan. Muhim? Tezroq bora qol. Nima gap ekan o'zi? Bilmadim, ovozlar biroz xavotirliroq eshitildi. Xavotirliroq? Ha? Nega ichinyapsan unda keyin? Bilaylik nima gap ekan. To'g'ri aytasan. Nima gapligini bilish kerak. Ha. Men chiqib turaman. Ha, bo'ldi, bo'p. Xo'p. Orqangdan chiqaman. Hey. Murod, Shunqor? Voy, Shunqor. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dadam avtohalokatga uchrabdi. Kasalxonada ekan. O'zingni bos. Yotganmish. Ketmasam bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Ketmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Men O'zingni ketishim bos, kerak. Qayoqqa borasan? Qoch. Tinchlan, bo'ldi. Qoch. Hozir maslahat qilamiz. Ketmasam bo'lmaydi. Kelsa-chi. Bo'ldi, qil dedim. Muslim, o'zingni bos dedim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yapsanlarmi? Qoch. Men ketishim kerak. Ketmasam Hey, bo'lmaydi. gapirsinchi. Nima bo'ldi senga? Dadamni oldiga. Iltimos. Hey, o'zingni bos Ketishim deyapman. kerak. Qo'yvorlaring meni. O'zingni bos. Men senga Bo'ldi, gapiryapman, bo'lsin. o'zingni bos deyapman. Shunqor, hammasini Sen bilan hal keyin qilamiz. gaplashib olamiz, keyin ketaverasiz. Deyapsanlar Hech senlar. qayerga ketmaysiz. Qo'yvor meni. Meni Qoch. eshitasanmi yo'qmi? Qo'yvorsang-chi. Shunqor, Qo'yvorlaring bo'ldi. meni. Men baribir ketaman. Siz ham shuning hurmatli polkovnik. Istisno tariqasida ruxsat bermasak bo'lmaydi. Otasini ko'rib qaytadi. Hozir uni Xitoy devori bilan ham ushlab qola olmaymiz. Xo'p, o'zim vaziyatni kuzatib turaman. Faqat siqilmang. Nimadir bo'ladigan bo'lsa, barcha mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Shoshib qaror chiqarmagan. O'zingni ehtiyot qil. Bo'ldi. Ruxsat oldim. Chiqmas. Mayli yigitlar. Men boray. Yaxshi aytib og'ayni. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Tinchlandi. Nimasini bilasan? Ushlab qolmasam kerak deb o'yladim. Qani yur. Rostdan ham bo'yi cho'zib qopti. Xonasi qorong'i bo'lsa ham bemalol uxlayapti. Nimasini aytasiz, dadasi? Shuning uchun aytadilar-da, qari bilganni qari bilmaydi deb. Dadangiz o'g'limni o'sha maktabga berib to'g'ri qilganini endi tushundim. U menga idish tovoqlarni tashishga yordam berdi, keyin yuvshaman dedi. Men zo'rg'a o'rtog'ining yoniga kirib yubordim. Ancha o'zgargan bola. Namuncha o'zingga oro berding. Tug'ilgan kun ketyapmiz, uchrashuvga emas. Tug'ilgan kunmi, uchrashuvmi, nima farqi bor? Ikkisida ham qizlarning oldiga Ey, bu deyman. eshitmayapman ham. Kimdir seni yuragingdan urgan-ov. Marjoni o'zi yaxshi qizmi? Uni avvaldan taniysanmi? Qayerdan taniyman? O'zi kecha ko'rdim. Nima uchun so'rayapsan? Shunchaki o'zim. U keladimi? Keladi. Kecha o'zi shunaqa dedi-ku. Nima balo? Jigaringdan urdimi, ha? Agar sen Galvars bugun meni chaqirmaganingda, shunday qiz bilan uchrashmasdan ketarmidim bu dunyodan. Men qara. O'zi kecha bergan sovg'am unga yoqdimi-kan? Agar katta ketgan qiz bo'lsa, yoqmagan. Degani u tashlab qo'ygan. Ey, u unaqa qiz emas. Agar o'ziga bino qo'ymagan bo'lsa, demak yoqqan. Agar yoqqan bo'lsa, bugun albatta taqib keladi.
Tabriklaymiz. Rahmat. Mana bu chinam. Yarashibdi. Nega bunaqa kiyinib oldinglar? Bu yerdan chiqib harbiy maktabga ketamiz. Bizlar kech qolishni yomon ko'ramiz. 1 daqiqa kechikkandan ko'ra 1 soat erta borgan yaxshi. Mayli, yuringlar. Marhamat, o'tiringlar. Kelinglar, o'tiringlar. Qani? O'tir. Olinglar, olib o'tiringlar. Shunaqa zo'r bo'lib qoldingmi? Menga qara. Senga ham, mana bu formangga ham tushundingmi meni? O'rtoq mayor, siz kafil bo'lganingiz uchun rozi bo'ldim. Aslida bular 15 kun tarbiyalanib chiqsa yomon bo'lmas edi. Bularni endi o'zim tarbiyalayman, harbiychasiga. Biz aybdor emasmiz, ularni o'zlari boshlashdi. Ular boshlagan taqdirda ham senlar qayerda o'qiyotganingni bilishlaring kerak edi-ku. Seni qayerda olib kelganimni bilasanmi? Qayerdan olib chiqqanim esingda? Bilaman. Agar bu holatda ota eshitsa nima bo'ladi? Senga emas, menga keladi. Menga. Tushunyapsanmi? Unda hozir harbiy litseyga kelib ketishingiz kerak bo'ladi. O'g'lingiz bilan bog'liq muammoli masala bor. Tushunyapsizmi? Xo'p, ha tushundim. Bo'pti, hozir boraman. Yaxshi. Uni o'ldirmoqchimisiz? Nega unaqa deysiz? Nima? Jallodga o'xshaymanmi? Lekin o'g'lingiz qoidani buzgan. Uni haydamasak bo'lmaydi.